Yaxshi qiz sindromi. Bu atama odatda bolalikdan hammani xursand qil, itoatkor bo'l, qarshilik qilma, uyat bo'ladi, boshqalar seni yaxshi ko'rishi kerak kabi xabarlar bilan ulg'aygan ayollarda uchraydigan xulq-atvor va e'tiqodlar majmuasini ifodalaydi. Bu sindrom ayolning o'zi istagan hayotini yashashiga quyidagi yo'llar bilan to'sqinlik qiladi. Birinchisi, boshqalarning roziligiga qaram bo'lib qoladi. U qarorlarni o'z xohishiga emas, boshqalarning fikriga qarab qabul qiladi. Natijada o'zi xohlamagan ishda ishlaydi, o'zi istamagan munosabatda qoladi, o'z orzularidan voz kechadi. Ikkinchisi, yo'q deya olmaydi. Hamma narsaga rozi bo'ladi. Boshqalarning yukini ham o'z zimmasiga oladi. Natijada charchash va hissiy holdan toyish, ichki norozilik, o'ziga vaqt ajrata olmaslik paydo bo'ladi. Mojarodan qo'rqadi. Har qanday kelishmovchilikni yomon narsa deb qabul qiladi. Natijada o'z fikrini yashiradi, chegaralarini himoya qilmaydi, boshqalar uning chegaralarini buzishiga yo'l qo'yadi. O'z ehtiyojlarini oxirgi o'ringa qo'yadi. Avval boshqalar, keyin men degan ichki qoida bilan yashaydi. Natijada baxt hissi kamayadi, ichki bo'shliq paydo bo'ladi, hayoti o'ziniki emasdek tuyuladi. Beshinchisi, xato qilishdan qo'rqadi. Mukammal bo'lishga intiladi, natijada yangi ish boshlashdan cho'chiydi, tavakkal qilmaydi, imkoniyatlarni qo'ldan boy beradi. Oltinchisi, o'zini aybdor his qiladi. O'zi uchun nimadir qilsa yoki dam olsa ham ichida aybdorlik hissi paydo bo'ladi. Natijada o'zini jazolaydi, o'z baxtiga to'siq qo'yadi. Yettinchisi, haqiqiy menini yashiradi. Hamma uni yaxshi ko'rishi uchun niqob taqadi. Natijada ichki ziddiyat kuchayadi. Men aslida kimman degan savol paydo bo'ladi. Hayot mazmunsizdek tuyulishi mumkin. Psixologik ildizi. Ko'pincha bu bolalik tajribalariga borib taqaladi. Yaxshi qiz bo'lsangina seni yaxshi ko'ramiz. Qarshilik qilma, jahl qilma. Qiz bola shunday bo'lishi kerak. Shunda bola shunday xulosaga keladi. Men o'zim bo'lsam, meni qabul qilishmaydi. Meni faqat qulay va itoatkor bo'lsamgina sevishadi. Bu e'tiqod katta yoshda ham davom etishi mumkin. Yechim. Yaxshi qiz sindromidan chiqish boshqalarga yomon munosabatda bo'lish degani emas. O'z ehtiyojlarini tan olish, sog'lom chegaralar qo'yish, kerak bo'lganda yo'q deyishni o'rganish, xato qilishga o'zingizga ruxsat berish, qarorlarni boshqalarning roziligiga emas, o'z qadriyatlaringizga tayangan holda qabul qilishni anglatadi. Shunda ayol boshqalarga yoqish uchun emas, balki o'z qadriyatlari va maqsadlariga mos hayot qurishni boshlaydi. Bu esa ko'proq ichki erkinlik, ishonch va qoniqish hissini olib keladi.